Mashalloh, hammaga shunaqa xonadon nasib qilsin deganlar bitta yurakchani qizartirib ketasizlar, qarang. Ikkinchi qavatdan tushib kelar ekanman. Tashqari tarafdan kirishingizda mana bunaqa chiroylikgina dekorativ oynalar bilan jihozlab qo'yilgan xonadonimizga bismillah deb kirib kelar ekansiz. Chap tarafi bitta ko'rsatadigan bo'lsangiz, mebellari qo'yib qo'yilgan chiroylikgina kattagina razmerda oshxonaga e'tiboringizni qaratsanglar bo'ladi. Bu qo'limizda divanni zona qilib ishlatish imkoniyatingiz bor. Kirishingizda mana bitta общий sanuzilga ko'zingiz tushyapti. Chiroyli holatda zalimizga kirib kelar ekanmiz, ko'rvoz dekorativni chiroyli holatda remontlardan chiqarib qo'yilgan. Orqa tarafda havo aylanish uchun ham joy tashab ketilgan. Tarketlarni sifatlisi joylab qo'yilgan xonadonimiz bilan sizlar bilan obzorni davom ettiramiz. Bu tarafga bitta e'tiboringlarni qarataman. Rang uyg'unligi, pardalarni chiroyli holatda bezab qo'yilgan ota-onalar yotoqxonasi bo'ladi. Bu yerdan chiqib past tarafga qaraydigan bo'lsangiz, podvalimizda xonadonning yuragi santexnik ishlari joylab qo'yilgan bo'ladi. Xonadonni ko'rdinglar, birinchi qavatda ko'rib, ko'zdan kechirdinglar. Xonadonning fasadiga bitta e'tibor berasizlar. Chiroyli holatda oppoq xona joylab chiqarilgan, zeleniy zonasi, letniy oshxona qilib qo'yilgan bitta hojatxona. Sizlar bilan ikkinchi qavatga chiqib borar ekanmiz, chiroyli holatda lustraga ko'zingiz tushyapti, okalar. Bejirimgina qilib remontdan chiqarib qo'ygan, tepada ikkita sanuzul, 4 ta xonani ko'rishinglar mumkin. Remontlariga gap bo'lishi mumkin emas. Bu quruvchilar bilan ko'p yillardan beri bilishlaymiz, chiroyli holatda pishuqishlardan qurishadi. Kelgan manzilimizga Kiles kirib bo'ladi, legendarniy mahallasi, suv svet gazdan muammo yo'q, kanalizatsiya ham bor. Agarda shu xonadonni ko'rdinglar, yoqqan bo'lsa, agar bizning kanalimizdan shu xonadonni sotib olsanglar, sizlarga $500 shu xonadonni olgan odamga bonus sifatida pul mukofotini taklif qilamiz. Raqam qoldirib qo'yamiz, kelib ko'rib, talash tortish barakasini qilsangiz bo'ladi. Aniq lokatsiya Telegram kanalimizda bo'ladi. Shunaqa chiroylikgina, oppoqqina, patkilovchi, yaxshi narxlarda uylanib qizormaslik uchun kanalga bitta obuna bo'lib qo'yib, bitta like urib ketasizlar. Sog' bo'lasizlar.